Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, yana bir ish o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qo'rtepa qishlog'ida bo'ldi. Rivojdan aytsam, sizlarga razmerlarini kvadratiga bo'lib chiqarib olaverasizlar. Xo'p, buni eshigi bo'yi 3.14, yoni rom 2.34 bo'yi. Eni 285, 285. Xo'p, 1.20 eshigi bo'lgan. Bu tomonda 50, bu tomonda 1 metr joy bor. Buni 285 da 5 ga bo'lib, o'rtasidan tepasi 3 ga bo'lingan. Keyingisi 2 metrga 2,5. Bo'yi 2, eni 2,5. 4 ga bo'lib bitta ochiladi. Keyingi eshik bo'yi 267. Keyingisi 285 ga 2 metr bo'ylari. Eshik 1.20 bo'lgan. Yonida 1 metr. Bu ham 280 bo'lsa 1 metr 1.20 50. 270 bo'ladimi? Oq akfa alyumindan bir qavatdan bo'lgan. Endi manaqidagisi har birini eni bir xil, bo'yi 2 metr, parda to'syapti. Bu ham eni 217, 217, 217, 217. Bo'ylari 2 metrdan. Bu 1.20 eshik bo'lgan, 250 santimetrdan ko'zi bor. Bo'yi 270. Ichkari ko'rinishi pedagogniklari bilan chiqyapman. Bular taylar 4 ga bo'lingan, hammasiniki 3 tomon bittadan ochiladi. O'kinliklar qo'yilgan. 25 lik pedagogniki bilan o'ynalar yo'di, bir qavat alyumin. Bu ham o'kinlik. Plastik yo'lingan. Akfan o'zi lambiridan. O'sha esa bu yerda ofis narxi 22,5 million bo'lgan, pedagogniki bilan. Ichkari ko'rinish. Bo'yi 3.14 buniki. Renglari oq akfa alyumindan bo'lgan, aynalar yo'di. Ichkaridan ko'rinishi. Buyog'i bu endi bir qavat yo'di o'ynada bo'lgan. Narxini aytdik. 22,5 million bo'lgan. Kimga eshik borom zarur bo'lsa, nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.